Fahriyaxon, hozirgi kunda internet tarmoqlarida mashhur bo'layotgan qin toraytiruvchi mahsulotlar haqida ma'lumot berishingizni xohladim. Bitta qurbon bo'lgan ayol sifatida boshqa ayollarga ham shu haqida ma'lumot berishingizni so'rardim. Ayollarni problemasini rostdan ham hal qiladimi, yo'qmi? Demak, bu savol o'ylaymanki, hamma ayollarni qiziqtiradi. Birinchidan biz mushaklarning qatlamini o'rganib olishimiz kerak. Bizani butunlay toza osti mushaklarimiz mana kesilgan holatini agar ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana bizda qin, siydik teshigi va orqa chiqaruv teshiklarimiz kesilgan holatda ko'rib turibmiz. Mana bu yog' qatlami, teri qatlami va ichki mushak qatlamlari bor. Mana shu mushak qatlamlarimiz xuddi qinimizning ichida ham bor. Ya'ni qin ichki qavatlarida biroz slizistik qavat bo'ladi. Slizistik qavatdan keyin mushak qatlami bo'ladi va qattiq mushaklar bo'ladi. Endi bu narsani qanday tushuntirib bersam bo'ladi sizlarga. Deylik, mana bu yerda bizani mushagimiz. Qinni bir parcha, misol uchun qin desak, qinni bir parcha mushakchasini oldik. Mana bu kesdik, bir qavat epiteliy qavatini kesdik. Buni ustida mana bu slizistik qavatimiz bor. Ya'ni bu qinni ichi burmalardan tashkil topgan bu slizistik qavat. Endi mana shu slizistik qavatlarimizda bizda kichik kollagenoviy tolachalar bo'ladi. Mana shu kollagen tolalari borgan sari mana bu yerda ham bo'ladi. Kollagen tolalari, chunki buni ham ichi, qinni ham ichi mana shunaqa burmalardan tashkil topadi. Endi mana bu kollagen tolachalari vaqti kelib 25 yoshdan keyin mushak yemirilishi boshlanganda bu kollagenlar sekin asta nima qilish boshlaydi, kamayib yo'q bo'lish boshlaydi. Va bu yo'q bo'lgandan keyin o'zi mana bu burmalar yig'ilib turibdi. Bu burmalarni agar biz yon tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda normalniy burmali mushak bo'ladigan bo'lsa, qin bo'lsa, endi bu nima qiladi? Cho'zilishni boshlaydi mana. Yupqalashadi va natijada cho'zilishni boshlaydi mana. Bu ichki slizistik qavatlari bilan mushaklar nima qilish boshlayapti? Polniy cho'zilib, endi qindan tashqariga chiqib ketish boshlaydi. Birinchi mana bunaqa kengayish boshlanadi, ziyanga bo'ladi. Matka tushish, siydik qoplari tushishlari yuzaga kelishi boshlaydi. Endi toraytiruvchi mahsulotlar agarda ichida misol uchun kollagen bo'ladi, ayrim bor haqiqatda yaxshi toraytiruvchi mahsulotlar ham bor, uni biz bilmaymiz, aytishadi. Ichidagi deylik tarkibiga qarashadi. Tarkibining ichida deylik, ichida kollagenlari bo'ladigan bo'lsa, vitaminlardan tashkil topgan bo'lsa, u birozgina mashqga kollagen hosil qilib berishini hisobiga bu yerda mushaklar biroz yig'iladi. Chunki bizning mushaklarimiz tirik organizm, uning ichida tirik hujayralar, tirik to'qimalardan tashkil topgan bo'lgani uchun bilamizki, har bitta mana bu hujayra deydigan bo'lsak, mana shu hujayraning ichida bitta kichkinagina o'zini atomchasi bor. Mana shu keyin nechtaga ko'payadi? 2 ga bo'linadi. Bu ham nima bo'ladi? 2 ga bo'linadi. Mana 2 ga bo'linadi. Keyin bular yana 2 ga bo'linganda bular 4 ta bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu qator bo'linib borgan sari bizda bu yerda tiklanish hosil bo'ladi. Endi organizmda shunaqa holatlar bo'ladiki, ayollarda nimaga teskari ta'sir o'tkazadi bu qin toraytiruvchi mahsulotlar? Ayollarda allergen bo'lishi mumkin. Misol uchun katta miqdorda allergenlari bo'ladi. Ya'ni immunoglobulin E. Misol uchun mana bu gistamin desa, gistaminning o'rtasida qobiqchasi bo'ladi, o'rtasida gistaminning modda bo'ladi. Bu gistaminning moddasini o'rab turadi. Endi buni ustiga keladi, mana bu yerda immunoglobulin E shoxchalari keladi, o'rnashadi va bu yerdagi qobiqqa bir nechasi o'rnashgandan keyin bu qobiq yoriladi va ichidan nima chiqishi, gistamin moddasi organizmga chiqishni boshlaydi. Va bu gistamin moddasi organizmga chiqqandan keyin ayollik qinida reaktivlashish boshlanadi. Как allergiya berganga o'xshaydi va bizning qinni devorlarimiz ishadi. Xuddi allergiya berganda bizni qichiymiz-ku, qichish hisobiga nima bo'ladi? Bular ishib boshlaydi. Ya'ni mana bunaqa ishib ketishni boshlaydi. Allergensiz bo'lgan qin cho'zilib yotuvda endi bu mana bunaqa ishishni boshlaydi. O'zi normada misol uchun mana bunaqa bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa, buni ichidagi achchiqlik hisobiga yoki moddalarini hisobiga organizm mana shu kichik bir joyda reaksiya berishi mumkin, ya'ni allergiya keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ayrim ayollarda bo'ladiki, o'sha joylarda qichishib ketishlar, qizarib ketishlar, jinsiy lablarni ishib ketish holatlari yuzaga keladi. Bu mana shu moddalarning allergiyaga moyilligidan kelib chiqadi. Bu ko'pchilik ayollarga umuman maslahat berilmaydi, chunki har bitta ayol borib analiz topshirmaydi allergiyaga. O'zi nimadan allergiyasi bormi, o'zi allergiya nima aslida, bu haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emas. Shu sababdan ularga bu narsa teskari ta'sir o'tkazadi. Meni maslahatim tabiiy narsa qilish kerak. Bu ham mushaklardan tashkil topyaptimi? Deylik, mana bu mushaklarga qaraydigan bo'lsak, bu gladkiy tkань. Silliq to'qima. Tkань это to'qima bizani agar organizm tilida gapiradigan bo'lsak, bu gladkiy tkань, silliq tkань. Endi поперечный полосатый и skeletniy tkань, ya'ni skeletniy tkань degani bizani teri qatlamimizning ostidagi biz mana bunaqa ishlatganimiz yoki qorinlarda presslar hosil bo'ladigan mana shu mushaklarimizdan tashkil topgan. Biz bu mushaklarimizni harakatga keltira olamiz. Bu mushaklarimiz cho'zilish, yangilanish yoki yupqalashish yoki qalinlashish holatiga kirishi mumkin bemalol. Endi mana bu tkanyga qaraydigan bo'lsak, bu поперечно полосатый сердечная ткань. O'z nomi bilan aytib turibdi, yurak. Ya'ni jigarlarimiz, yuraklarimiz, pochkalarimizning tashkil topish to'qimalari, ya'ni go'sht qismi
qismlari mana shunday to'qimadan tashkil topgan bo'ladi. Endi mana bunisi poперечная полоса skeletniy tkanimizdaniki, xuddi rezinkaga o'xshaydi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ichki qismini ko'ryapsizlarmi? Uzun-dek atrofida ustidan keyin mana bunaqa o'ralgan. Agar sizlar oddiy rezinkani uy sharoitida olib, mana bu kiyim rezinkasini olib, bitta joyini bundoq qilib ko'rsanglar, ustidagi mana bunaqasi chiqadi alohida, ichida to'g'ri tkanlari kelib chiqadi. Ya'ni cho'zilish uchun mana bu birinchi ichidagi cho'ziladi va tashqi mana bu o'ralgani nima qilib beradi? Qaytarib joyiga elastik bo'lib olib kelib olish uchun mana bu atrofiga ham o'rab chiqilgan. Tushunarli bo'lyapti, demak. Endi mana shu tkanlarimiz bizda cho'zilib ketyaptimi? Demak, mana bu bog'lanib turganlarimiz bizda cho'zilib qolyapti yoki yemirilib parchalanganini hisobiga tasavvur qiling, ora-orada yemirilib qolyapti. Bu joyda nima qilib tirs uzilib ketish boshlanadi. Shuna hisobiga keyin bizning mushaklarimiz bo'shashib ketadi, qinimiz kengayib ketadi. Endi mana bu moddalar bo'ladigan bo'lsa, bular hech qachon mushaklarni chuqur ichki qatlamlariga joylashib ta'sir qila olmaydi. Ularni faqatgina biz tabiiy holatda siqqanimizdagina bu yerdagi eski parchalanmay turgan, mo'rt turgan eski mushaklarimizni barchasini siqadi. Siqib chiqarganida ular parchalanadi. Parchalangan mushaklarimiz, eski mushaklarimiz bizda tanada yoqilg'i xizmatini o'taydi. Ya'ni aminokislotalarga aylanadi. Aminokislota bu hujayralarning bo'linib ko'payishida ishlatilinadigan muhim yoqilg'i sifatida oladigan bo'lsak, demak, yengisi tezroq paydo bo'lishi uchun tez bo'linib ko'payib, yangi mushak, ya'ni siz tasavvur qiling, noldan boshqatdan siz tiklanyapsiz. Mushagingiz boshqatdan yaratilyapti. Demak, bizning organizm hatto suyagimiz sinsa, boshqatdan yaratilamiz, o'sha suyagingiz bitadi. Bizning hujayralarimiz ham xuddi shunaqa. Agarda siz eski mushakka reski bitta siqdingiz, eski mushaklar parchalandi, shunda joyiga qaytargan, siqib bo'shatdingiz, biram sekundni ishlaydigan narsa-da, bu sekundda bu hujayralar tutib bo'linib ko'payib ketib qoladi. Demak, siz siqdingiz, eski mushaklar reski parchalandi, aminokislotaga aylandi, qonga kirdi, chunki atrofida qon bor uni. Qonni siqqan paytda eskisilarni shuni chiqarib oldi, как joyi kelgandan keyin podushkaga o'xshaydi-da, bu gubka bor-ku, idishda yuvadigan gubka, oldin siqib turib bunda qo'yib yuboring, reski o'ziga suv shim oladi, hattoki latta ham shunaqa. Bizning mushaklarimiz ham xuddi shunaqa gubkaga o'xshaydi. Bitta siqqaningizdan keyin bo'shatganingizda yon atrofdagi barcha kerakli qon, ozuqaga boy bo'lgan, gormonlarga, kortizolga boyinib olgan qonni reski so'radida, birdaniga mana shu joyingizda, misol uchun, aytaylik, bitta to'qima eskirgan bo'lsa, bu to'qima ketdimi, bu to'qimani o'rniga 10 ta to'qima keladi. Birdaniga 10 ta to'qima, tasavvur qiling mana bundan. Bu degani bitta joyingizda qalin to'qima paydo bo'ldi degani. Qalinlashdi o'sha joyingiz degani. Yana siqdingiz, yana bo'shatdi, yana siqdingiz. Endi 50 marta qilganimizda bizda 500 ta yangilangan to'qima paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, bittasida 10 ta bo'lgandan keyin 50 marta qilganingizda даже 500 plus ham bo'lishi mumkin. Demak, shuncha to'qima yangilanyapti. Siz mana buni qilganingizda bu to'qimalarda yangilanish yo'q. Bu vaqtinchalik mana shu dorini, ya'ni kirgizilgan dorini hisobiga vaqtinchalik ishirib beradi, chunki uning ichida o'zini kollageni bor, u kollagen yana birpasda parchalanib ketadi. Chunki bu yerda qayta tiklanish yo'q. U mana bu yerdagi eskirgan to'qimalarimizgacha yetib kira olmaydi. Faqat yuzaki bo'lgan joyigina o'zigagina ta'sir o'tkazadi. Undan u yog'iga ta'sir o'tkaza olmaydi. Undan u yog'iga kollagenni faqatgina tabiiy qon oqimi orqali biz qabul qila olamiz. Buning uchun ayolda issiq mizoj bo'ladi, sovuq mizoj bo'ladi. Shu mizojiga qarab turib agarda podxod qiladigan bo'lsak, bunda tiklanish ayolda yana ham tezroq bo'ladi. Deylik, issiq mizoj ayollar chaqqon bo'ladi, tez yuguradi, tez ishlarini qiladi. Sovuqlik chiqqanini qatdan bilishimiz mumkin. Salga suv qotib qoladi, oyoqlarida suv qotish bo'ladi, tanasida suv qotish bo'ladi, o'zini qanaqadir noqulay his qilishni boshlaydi va natijada bilamizki, unda ayolda sovuq mizoj ko'payib ketadi. Unda o'sha eroziyalar paydo bo'ladi, unda o'sha kasallik paydo bo'lish boshlaydi. Organizmda tiklanish o'rniga minusga ketish boshlaydi. Endi issiq mizoj bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Podxod qo'y go'shti bilan boshlanadi. Chunki qo'y go'shti bilamiz issiqlik. Demak, qo'y go'shti yediriladi, issiq banyalar taklif qilinadi, issiq joylar, issiq paypoqlarda yurish taklif qilinadi. Toki mizojini isitib olgunimizcha, u ayollarga hattoki sovuq narsa ichish ham mumkin emas. Chunki unda yemirilish darajasi juda ham kuchayib ketib qoladi. Chunki tana jihatdan, tana stressda, tana o'zgarib qoldi, muhiti o'zgarib qoldimi, tana qiynalib qoladi. Shuni hisobiga biz hammasini inobatga olgan holatda biz mashqlarni yo'naltiramiz. Va albatta konsultatsiya juda ham muhim, chunki konsultatsiyada biz ko'ramiz, sizda toz osti mushaklaringiz qanaqa, toz suyaklarning holati qanaqa. Masalan, yiqilib tushgan bo'lishi mumkin, toz suyaklari ichkariga qarab qayrilib qolgan bo'lishi mumkin. Bu axlat chiqarishga ta'sir o'tkazadi, qinni kengayishiga ta'sir o'tkazadi, axlat chiqara olmaslikka, barchasiga ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ham olayotganingizda mahsulotingiz albatta mutaxassis bilan maslahatlashish taklif qilinadi. Javobingiz uchun rahmat. Rahmat kattakon.